Leksiyemizni davamlaştırmamız, hürmetli vatandaş. Yaklaşık şöyle parlıyorum ama. Bugün Şislağa 2023 yıl vatandaşım. 12. ayının 16. günü hafta şembe. Leksiyemizin devamı. Bu devamı neye qartıldı deyseniz, endilikte bunun devamında. Mesela bu qitim en asaslıq meselede biz sizlerge ta'kidlagan narsa Amerika Qo'shma Shtatlarning Jungo San Fransisko suhbatida hal qilgan tüplük mesele dedik. Nima desiniz? Armiya yoki davlat harbiy ishlari bo'yicha o'zaro aloqada bo'lish. Bu to'g'rida 4-oyning 1-kunida Kurt Campbell hozir yangi diplomatiya ishlari bo'yicha qaytadan vazifaga o'tadi hozir davlat mahkamasida. 4-oyning 1-kuni so'zlagan vaqtida biz sizlarga qayta ta'kidladik, aloqa munosabatda bo'lish, funksiya qurish, telefon aloqasi qurish, jiddiy paytda bir taraf qilish, funksiyasi qurish degan mazmunda sizlarga masalan davlatning vaziyatini o'zgarish bo'lganda so'zlashish, suhbat, funksiya orqali hal qilish va yoki yordam qilish va yoki ega bo'lish. Ochiqini aytganda Amerika Jungoning ichki qismidagi o'zgarishlarga ega bo'lish degandek bir mazmunda. Muşuqatim San Fransisko suhbatida shu masala, ya'ni aloqa, harbiy ishlar bo'yicha aloqa munosabat hal bo'ldi degan edik. Shundoq degan bir jumla, bir xabarni hozirgacha ko'rmadik. Biroq bugun hozir Jungo Kompartiyasi davlat mudofaa ministri tayinlanmadi. Mavzucimi? Shundoq paytda Amerika Jungo tarafga bir parcha tizimlik topshirdi. Mavzuli xabar 12-ayning 15-kuni yangi tongliklar to'g'ri e'lon qilindi. Buningda asosli qilingan masala bugun biz siz bilan suhbatlashamiz. Harbiy ishlar sohasida munosabatni asli keltiramiz, aloqa munosabatda bo'lamiz, suhbatlashamiz. Bugun sizning davlat mudofaa ministringiz kim? Yo'q. Jungoda Li Shangpu yani Qingang tashqi ishlar ministrini bir taraf qilib o'tilgandan keyin Jungo hozirgacha davlat mudofaa ministrini ta'kidlamadi vatandosh. O'tirg'i chiqarmadi. Yoki yangidan shaplamadi, eg'izga elib boqmadi davlat mudofaa ministrligi undaq degan gap. Hozir bugun Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mudofaa ministrligi Jungoga topshirgan tizimlik degani biz suhbatlashamiz. Bunun içinde Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mudofaa ministri Austin, bunun içinde Amerika Qo'shma Shtatlari shtab başçıları birleşmesining reisi Charles Brown, bunun içinde Amerika qo'mondonlik organining qo'mondoni Keniyul, bu ismini tutanmayman, kechiringlar vatandosh, Aquilino 3 nefer yuqori darajalik harbiy amaldor. Kanizmi? Hozir amaldor Jungo tarafiga xat orqali tizimlik topshirib. Biz mushu darajadagi harbiy amaldorlar. Marhamat Jungo hukumati sizning ham shu darajalik harbiy amaldorlaringiz bo'lishi kerak, o'tirg'i chiqishi kerak. Biz suhbatlashamiz. Bu endi yomonni yarda qistagandek bir ish bo'ladi. Nima ish qilasiz? Jungo Kompartiyasining davlat mudofaa ministri yo'q. Hozir bu 3 darajalik Amerika harbiy amaldorlariga to'g'ri keladigan Jungoda kim bor, boshqa hech kim yo'q. Agar bu amaldorlar bilan so'zlash to'g'ri kelsa, hisobda rais Xi Jinping Markaziy harbiy ishlar komitetining raisi. Ani mushu kishi o'zi suhbatlashishga to'g'ri keldi. Hozir endi Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mudofaa ministrligi ismlik tizimlik topshirdi deydi. Masalan, Jungo tarafdan kim harbiy amaldorlarni eg'izga oldi, bu taraf qorong'u. Xabarda bu ismlar berilmabdi, bu taraf qorong'u. Demak, bu yerda Li Shangpu eg'izga olindimi? Li Shangpuni tugadi dedi xabarda. Sizlarga yetkazib bo'ldik.
Yana başqa kim bor? Yeponxa degani bormi? O kelinmaydi. Uni bir taraf qilib etdi yoki qilib etmadi. U yo'qol. Mesela raketa kısımlarına generallar 10 nefer generalın öldürülgenlikini biz sizlerge yetkizip oldu. Endi bu emeldarlar Amerika Qo'shma Shtatlarının harbiy emeldarları o'ziga munosib yoki teng darajalik emeldarlarni Jungo tarafdan taklif qilib, sen bu odamlarni chiqarib desa, bu tizimdagi elingan ismlar kim? Bilmaymiz. Bu Yamanni yarda qistaqanlik bo'ladi vatandosh. Chunki sen San Fransisko suhbat edib ma'qul deding. Bugungacha bir xabar sendan kelmadi, lekin xabar bizdan berish kerak. Sen bunaqa bir nima deyishing kerak. Mana o so'da davlat mudofaa harbiy ishlar bo'yicha aloqa munosabatlarga qaratilgan bugungi xabarimiz vatandosh. Undan keyin anda yuqorida biz nima dedik? Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat siyosati masalan avval 13-kunidan boshlab davlat majlisida o'zgardi. Siyaset 180 gradus o'zgardi. Negizlik asosi Jungo siyosati, Amerikaning Jungo siyosati o'zgardi dedik. Endi meyada ikkinchi bir shaklda bir xil obzor yoki obzorchilar yozgan bir xabardan bir abzas anglab qo'ying vatandosh. Amerika Jungo qarshilashishning yangi bosqichi. Bloomberg agentligi kishini cho'chitadigan xabar e'lon qildi. Bu xabar Oqsaroyni sagaklashtirdi. Mavzuda xabar 12-oyning 15-kuni Vanbit orbitida e'lon qilindi. O'xshash bir kunda qarang, 12-oyning 13 davlat majlisi, 12-oyning 14-kuni Yellen xonim moliya ministri, 12-oyning 15-kuni bu xabar e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Wu Linxiang obzor maqolasi, Wu Linxiang degan kishining yozgan maqolasi. Gerçi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden bir qancha qatim degidek, mening hukumatim Jungo bilan yangi so'q munosabatlar urushi qilmaydi degan bo'lsa-mu. Agar biz huquqning yetkilishi nazariyasini asos qiladigan bo'lsak, Amerika Jungo o'rtasida davomlashayotgan keskin raqobatni ayni chog'da Sovetlar bilan elib borgan so'q munosabatlar urushi deb faraz qiladigan bo'lsak, Amerika bilan Jungo o'rtasidagi nurg'un harakatlarni kuzatishimizga va tushunishimizga yordam bo'ladi. Bu maqol uzun yazılgan maqol abstraket ziriktirmeydi demek bir abzasına geldim demek bir yerdik gep. Bugün Amerika Jungo o'rtasidagi raqobatlashishining jarayoni inchkilik bilan kuzatadigan bo'lsak, huquqning yetkilishi deydigan nazariya asosida kuzatadigan bo'lsak, tushunadigan bo'lsak, ayni chog'da sobiq Sovetlar bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida so'q munosabatlar urushi dal bugun ham şu şekilde veya başka şekilde davamlaşıvatıdı. Biz başta görüp ettik ya, bugün hem de bu geldi. Enlikte yani bir gayri Rusya'ya münasebetlik, yani bir gayri ahval tünügün biz dedik. Liksimizde yeke muhakemede şundak dedik. Şivetsya NATO gazabı olup geldi. Finlandiya NATO gazabı olup girdi. Demek Rusya'nın stratejik siyaseti bu sahada mağlup oldu dedik. Tünügün ama endi bu mağlubiyet qarab turma, yani bugün şembe ögüllikə düşembe 18-kuni Finlandiya Davlat Müdafiə Ministerliğinin ministeri Washington'u ziyaret qildi. Bundan burun 12-oyning 6-kuni xuddi shuning o'xshash masalan Finlandiya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida bir kelishim imzolandi. Bu kelishim bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlariga Finlandiya davlat chegarasini ochib berdi yoki davlat zemin territoriyasini ochib berdi. Amerika Qo'shma Shtatlari bu yerda harbiy baza qurdi. Harbiy baza qurganda Finlandiyadagi harbiy bazaning soni qancha ekan vatandosh? Finlandiyada qurilgan harbiy bazaning soni 12-oyning 18-ni oldimizdagi 15 o'rinda. Tushundingizmi? Finlandiyada 15 o'rinda harbiy baza. Alqandak davlat. Amerika Qo'shma Shtatlari Finlandiyada 15 o'rinda harbiy baza qurdi. Chegaradosh, simtanab tortilgan bu taraf Rossiya, bu taraf Finlandiya.
Müşünak bir devlet, hazır Finlandiyada Amerika Qo'shma Shtatlar 15 o'rinda harbiy baza qurdi. Onundaki 12. ayının 6. günü dedik Şvetsiya. Şvetsiya xuddi şunun o'xshash kelishim imzolab, hozir Şvetsiya devlet tuprog'i devlet zemini ichidan 17 o'rinda, 17 joyda Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasining harbiy bazasi qurishga ruxsat qildi. Nima bo'lib ketdi vatandosh? 32. Bir Finlandiya kichikgina bir devlet, bir Şvetsiya kichikgina bir devletda 32 o'rinda Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy baza qurdi. Endi bu mag'lubiyatni Prezident Vladimir Putin ko'tarib o'rnidan tura olamdi. Vatandoshim, o'rnidan tura olamdi. Demak, strategik mag'lubiyat, tamoqxo'rlik bilan yetib kelgan mag'lubiyat, nochilik bilan, nochilikdan iborat alpoz va qudrat tamom tugab, endilikda mush holga tushib qolganda üstelep besip kilovatkan g'alba. NATO'nun g'albisi, Amerika Qo'shma Shtatlarining g'albisi. Demak, endi Rossiya Federatsiyasi degan davlatning ismida qoldi. Obrazi, huquq, martaba, e'tibori xalqaro o'rni tamom tugashdi desangiz bo'laverdi vatandosh. Chunki biz tushungan edik, Ukraina hujum qilib kirman deganda kirgan shartlar shu. Ukraina NATOga kirmaysan, Ukraina Yevropa ittifoqiga kirmaysan deb. Hozir ikki davlatni suhbat ustunligi chaqirdi Yevropa ittifoqi, Ukraina, Moldoviya. Endi bu nomzodlikqa Gruziyani chaqirdi 3 davlat. Mana vaziyat degan. Endi buni Jungo Kompartiyasining maydoni qanday tunigan bir jumla o'qipadik-ku. Hozir Jungo Kompartiyasi tarafda aytganda Rais Xi Jinpingni qiqib chiqarib etdi. Masalan, Ukraina masalasini fikr qildigan o'rni qolmadi. Ya'ni Ukraina Rossiya urushi masalasi to'g'risida fikr qildigan o'rni qolmadi. Mana buni dunyo deymiz, mana buni siyosat deymiz. Endi bugungi sizga so'zlarimiz eng yirikliksi 180 gradus Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo qaratgan siyosati o'zgardi. Negizidan o'zgardi. Endi hozir men maqolda yuqorida maqol nima deyildi? Bu yil oxirigacha. Bugun 14 kun qoldi. 10 kuni bayramni chiqarib olsangiz 1-2 kun ichida Amerika Qo'shma Shtatlarida Jungo siyosati to'g'risida yana qo'l soladigan siyosat o'ttirg'i chiqdi degan bir jumlani qistiribdi vatandosh. Yani o siyaset qandaq bo'ladi? Siz bilan biz kutib turaylik vatandosh.